Tamaq etishni uqmasangiz mayli, cho'qim qaymoq chiqarishni o'rganib oling. Chay qaynatgandeklam o'ng'ay. Hammaylar bilamiz, sutning ozuqlik qiymati intayin yuqori. Bugun biz 3 kilo sutda qanchalik qaymoq chiqadi, qani birlikda ko'rib baqayli. Buningga xaltaliq sut emas, to'nliq sut ishlatamiz. Videoda ko'rsatilgandek sut qaynagandan keyin to'xtamay so'rsak, mushtaq ko'pikcha hosil bo'ldi. O'tni eng tuvan holatga keltirib, buni to'xtamay so'raymiz. 15 minut atrofida so'rsak, mushtaq chiq ko'pikcha chiqadi. Agar uyinglarda dadanji bo'lsa, ashlandiq qilsanglarmi, texim jiq chiqadi va buningda diqqat qildiganlar ko'pik chiqarib bo'lgandan keyin sutning o'zini hargiz midratmaymiz. Ko'rib mishakapsizlar, qo'shmaganlar qo'shib olinglar, yaxshi mazmunlar kunda bor. Faoliyatimiz davomlashyapti. Cho'ng taqsili qorma, har xil taom, pishiruq, ichimlik, murabba, bozorlik so'q say darskimizni 60 xil darsni 10 qo'yib faoliyat qildik. Tizimlatmoqchi bo'lsangiz, Undidar Nazi 77 33 ekran ustidagi nomer shu. Bo'lsa buni bir oqsham qo'yib qo'ysak, qaymoq ravris chiq chiqadi ekan. Qani sizmi etib sinab yiqing.